Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Men Muxtorov Muhammad, doktor Muxtorov klinikasi asoschisiman. Bugungi asosiy mavzuyimiz osteoxondroz to'g'risida bo'ladi. Masalan, osteoxondroz nima? Osteoxondroz qanday kasallik? Osteoxondroz kimlarda uchraydi? Osteoxondrozni tashxis, ya'ni diagnostika qilish, osteoxondroz uchun mashqlar, osteoxondroz qanday davolanadi? Shu haqida qisqacha gaplashamiz. Endilikda osteoxondroz o'zi nima? Osteoxondroz yunoncha so'z bo'lib, osteo suyak, xondroz tog'ay. Umurtqalarni birlashtiruvchi tog'ay pay qismini degenerativ, trafik va funksional o'zgarish natijasida hosil bo'ladigan kasallikdir. Osteoxondroz kimlarda bo'ladi? Ko'pincha irsiyat, og'ir ish qiluvchilar, vitamin yetishmasligi va bel jarohati insonlarda uchraydi. Bizga ko'p murojaat qiladigan insonlarda bu birinchi navbatda osteoxondroz va protruziya, grija kelib chiqishi holatlarida uchraydi. Masalan, ko'p MRTlarni ko'ramiz. MRTlarni ko'rish natijasida menda grija bor deydi. Grija, masalan, L5S1 qismlarida grija bor. O'sha MRTni xulosasini ko'rganimizda обязательно osteoxondroz bor. Har 4 ta MRTda 3 tasida osteoxondroz bor. Nimaga? Chunki protruziya hosil bo'lish uchun osteoxondroz bo'lish kerak yoki o'sha yo'ldan o'tadi. Birinchisi osteoxondroz, protruziya, keyin grija bo'ladi. Kimlar uchrashiga kelsak, masalan, o'tirib ishlaydiganlarda bo'ladi. Ofisda o'tirib ishlaydiganlarda, keyin kam harakat insonlarda ham ko'p uchraydi. Yana kimlarda bo'lishi mumkin? Xo'p, masalan, sovuqda ishlaydiganlar, og'ir ko'taruvchilarda ham juda ko'p uchraydi. Masalan, quruvchilarda bo'lishi mumkin. Zallada ishlaydigan odamlarda, masalan, og'ir ko'taradi, shu qismida muammolar bor insonlarda ko'p uchraydi. Osteoxondroz uchun qanaqa tashxis qo'yish kerak? Eng asosiysi tashxis uchun, ya'ni bu diagnostika. Hop, birinchi navbatda bu MRT, magnitniy rezonansniy tomografiya. Bu meni faoliyatim davomida eng muhim tomografiya hisoblanadi, chunki osteoxondroz bo'lsin, protruziya bo'lsin, grija bo'lsin, spondilorniy artroz bo'lsin, artrit hammasiga MRT ga jo'nataman. 90% holatlarda MRT ga jo'nataman. MRTni effekti ham yaxshi va xulosada aniq ko'rsatib qo'yilgan. Hop, keyingisi buni KT deyiladi, ya'ni kompyuterniy tomografiya. Bu eng avvalo bu qimmat turib hisoblanadi. Ikkinchisi bu insonni nervlari va 100% nervlarni ko'rish uchun, tog'ay va suyaklarni ko'rish uchun KT ga jo'natamiz, ya'ni kompyuterniy tomografiyaga. Bu kompyuterniy tomografiya yana qanaqa holatlarda jo'natish juda nima desa bo'ladi, muhim deb aytsalar, masalan, bu o'ta nimagadir shubha qilsangiz, ya'ni qaysidir kasallikka shubha qilsangiz, nevrologik kasalliklarga shubha qilsangiz, KT ga jo'natishingiz mumkin. Men shuni tavsiya qilardim. Osteoxondrozi bor insonlar MRT ga tushishini tavsiya qilaman. Osteoxondrozni davolash butun dunyoda ilmiy isbotlangan turlari juda ko'p. Masalan, bu masaj har qanaqa turlari, misol kiradi. Keyingisi fizioterapiya. Fizioterapiyani ham men bilganim bir 100 xili bor. Masalan, elektroforez, udarniy volnoviy terapiya, lazer, magnitniy simulyator va hokazo. Keyingilari manualniy terapiya, mexoterapiya ham shu muskul va tog'ay qismlari bilan ishlanadi. U ham juda effektivniy, rezultati yaxshi hisoblanadi. Yana nima? LFKlar, keyin cho'zish holatlari. Masalan, insonni umurtqalari, muskullarini cho'zish. Masalan, kinezologiya bo'lishi mumkin yoki osteopatiya bo'lishi mumkin. Shunaqa terapiyalarda ham keng foydalanadi. Osteoxondroz bo'yicha eng yaxshi erishgan natijam bu bir bemorda bo'lgan. Bel sohasi, ya'ni umurtqa pog'onasining bel sohasida kuchli og'riq bilan menga murojaat qilganlar. Shunaqa og'riq kuchli bo'lganki, даже har soatda bitta dori ichardilar, og'riq qoldiradigan. Menga murojaat qildilar, MRTlarini ko'rdim, xulosalarini ko'rdim va birinchi navbatda tashxis qo'ydim. Qanaqa muolajalar qilishni yaxshilab jamoamiz bilan kelishib olgan holatda ularning ustida muolajani boshladik. Birinchi kuni statistika bo'yicha 20% ga natijamiz yaxshi bo'ldi. Ikkinchi kuni ham xuddi shunaqa natijaga erishib, 5 kunda og'riq butkul 100% desam ham bo'ladi va ular shunaqa xursand bo'lib, bizdan misol minnatdor bo'lib ketgan damlari bo'lgan. Va o'sha bemorimiz menga MRTlarini tashadilar va men o'sha MRTni chiroyli natijasi bilan solishtirib ko'rdim va ne ko'z bilan qaramaylikki, MRTda osteoxondroz yo'q. Bundan juda quvondim. O'zim eng avvalo shu kasbimda bo'lganligim uchun eng katta natijam shu bo'lgan. Osteoxondroz uchun eng yaxshi, samarali va natija beradigan mashqlarni sizlarga tavsiya qilaman va
ko'rsatib beraman. Aziz YouTube kuzatuvchilarimiz, aziz bemorlarimiz, avvalo kasal bo'lmanglar. Kimki osteoxondroz kasalligi bo'lsa, to'liq ma'lumot berdim degan umiddaman. Agar sizlarda ham osteoxondrozda muammolar bo'lsa, tashxis uchun MRT ga borishingiz mumkin. Endi uy sharoitida yoki har qanday holatlarda sizlar uchun samarali mashqlarni ko'rsatib o'tdim. Agar sizlarda qanaqadir muammolar bo'lsa yoki qanaqadir kasallikdan aziyat chekayotgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin. Men birma-bir o'qib, o'zim shaxsan ko'rib chiqaman. Keyingi videolarim sizni kasalligingiz bo'lishi mumkin. Har doim sizlar uchun xizmatdamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, bizga obuna bo'ling va kommentariy yozing. Yaqin do'stlaringizga ulashib qo'yinglar.